Assalomu alaykum. Taraqqiyotdan gapiramiz. Bugun biz sizlar bilan juda bir ajoyib bestseller kitob, ya'ni Robert Kiyosakining Boy ota kambag'al ota kitobidagi eng mashhur joyi haqida gaplashmoqchiman. Va bu joyi hozirgi kunda ko'plab muammolarga duch kelayotgan insonlarni va har kuni aytadigan gaplariga bog'liq. Misol uchun, menga ota-onam e'tibor bermayapti, do'stlarim yordam bermaydi yoki hech kim mehr bermaydi yoki hech kim yaxshi ko'rmaydi degan gaplarni kunora hayotimizda o'zimiz ham ishlatishga odatlanib qolganmiz va bu kitobda faqatgina moliyani o'rgatmasdan bunga ham javob yozib ketilgan. Rahmat Robert Kiyosakiga. Va bu javob mana bunga. Agarda siz ota-onangiz e'tibor bermayotgan bo'lsa, do'stlaringiz yordam bermayotgan bo'lsa, agarda sizga mehr kerak bo'lsa, kimdir sizni hech kim yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa, avvalambor agarda sizga nima yetishmayotganini bilsangiz, mana shu narsalarni o'zing avvalambor bera olgin deb kitobda yozib qo'yilgan. Xuddi shuningdek, vaqt ajratishmayotgan odamlarga o'zimiz avvalambor vaqt ajratsak, do'stlarimizga birinchi bor yordam bersak va hech kim yaxshi ko'rmasa, biz boshqalarni yaxshi ko'rsakgina mana shularni javobiga biz o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarga ega bo'lishimiz mumkin ekan. Video maxsus Najot ilmda va Taraqqiyot Education uchun. Yaqindagina eslatib o'taman, biz Taraqqiyot team a'zolari Taraqqiyot Education YouTube kanaliga Taraqqiyot Education rahbari Anvarbek Raimbekov Ahatovich bilan intervyusini joyladik va agarda qiziqsangiz linkini pastda qo'yamiz va bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Imom al-Buxoriy aytganlaridek, dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagan. Shunday ekan, najot ilmda Taraqqiyot Education va doimo bizni kuzatishda davom eting. E'tiborlari uchun rahmat. Gaplashamiz.